moslashuvchanlik ikki murabbiyda ham bor. Artetani ko'rib turibmiz. Pepdan boshlab evolyutsiyasi qanaqa o'zgarib kelganini va oxir-oqibat umuman Guardiola'ning shogirdi emas degan darajada, Mourinhoning shogirdimi degan gapga ham keldida. Hatto shu tomondan o'zi bekorga bular finalgacha kelishmadi. Ikkalasi ham moslashib raqiblaridan kelib chiqib ham o'ynagan joylari bo'ldi. Masalan, Bavariya o'zini futbolini quraverdi, o'sha A planida yuraverdi va oxir-oqibat yengildi. Ayniqsa ikkinchi o'yinda Sezarda hech narsa taqdim eta olmadi, natija kerak bo'ldi. PSJda juda ko'p ayyorliklar bor. Futbolchilarning universalligi va ikki qanotda ham o'ynay olishi, qanotli futbolchilarning markazga o'tishi bu juda ko'p o'yinda xaosni amalga oshirishga bo'lgan intilishi. Bular esa Arsenal deganda men bitta so'zni ishlatgan bo'lardim, bu kontrol. O'sha nazorat deydi-yu. Futbolchilarga shunaqa ko'p aytilar ekan, bu mashg'ulotlarda, boshqalarda futbolchilarga singib ketgan bu narsa. Bitta so'z bilan bitta video ko'rdimda men. Arsenal 70 yoki 80% o'yinlarda 30-daqiqa bilan 60-daqiqada o'yinni sekinlashtirar ekan. Sekinlashtiradi. Ya'ni Gabriel bilan paslar boshlanadi himoyada, to'p bilan himoya